Hozirgi kunda uyqusizlikning asosiy sabablaridan bittasi bu uyali aloqa vositasi bo'ladi. Yana bitta qiziq uyqu haqida. Bu uyqu juda qiziq mavzu-da. Men somnologiyani o'qiganman, shuning uchun qiziq mavzu. Uyqu haqida yana bitta ma'lumot. Uyquni tabiiy keltirish yo'llari haqida so'rashgan. Demak, uyqu uchun asosan 3 ta sharoit kerak. 3 ta sharoitda qilsanglar uxlaysizlar. Birinchisi, xonani havosini almashtiringlar. Xonani havosi almashib olsin. Ikkinchisi, xonada qorong'i muhit yarating. Qorong'i bo'lsin. Bu haqida gapirdik. Qop-qorong'i xonada yotibsiz, qo'lingizda telefon. Yuzingizga nur tushib turibdi. Bu nur ko'zga tushgandan keyin ko'z buni telefonning nuri deb qabul qilmaydi. Hozirgi kunda uyqusizlikning asosiy sabablaridan bittasi bu uyali aloqa vositasi bo'ladi. Maslahatim, kamida 3 metr uzoqlikda qo'yib qo'ying. Qo'lingiz yetmasmi shunga? Hop, budillik qo'ysangiz, o'chirishdan turasiz, o'rningizdan uyg'onasiz o'sha vaqtingizda. Ko'ryapsizmi? Foydasi. Va buni o'ziga yarasha zarari bor. Demak, o'zingizdan uzoqroqqa qo'yishga harakat qilsangiz, har tomonlama yutasiz. Demak, birinchisi xonani havosini alishtiramiz, ikkinchisi nurlarni yo'qotamiz, har qanday nurlarni qorong'i muhit qilamiz va uchinchisi shovqinlardan saqlanamiz. Ya'ni shovqinli joyda odam uxlash qiyin bo'ladi. Ya'ni 3 ta narsani qilib, shu muhitda taxminan 20 minutdan 40 minutgacha yotsangiz, sog'lom, uyqusi sog'lom bo'lgan odamda o'zidan o'zi avtomatik uyqu keladi. Chunki melatonin vibros bo'ladi, ko'payadi va siz chuqur uyquga kirib ketasiz. Mana shunga e'tibor berish kerak. Hozir eng katta muammo uyquga ta'sir qiladigan mana shu uyali aloqa vositasi bo'ladi. Telefondan uzoqroq bo'lish kerak. Iloji boricha uxlash vaqtida oldingizda bo'lmasin.